Ko'chada jurnalist bir neger odamdan so'rayapti. Ro'zamisan desa, "Ha, ro'zaman" deyapti. Hozir ro'zangni ochasanmi? Ro'zangni olsang, men senga o'sha iPhone'ning eng oxirgi rusumdagisini beraman. 12si bor ekan, shuni beraman deyapti. Ochmayman deyapti. Bu endi o'zicha haligi qilgan bitta bir video ishlagan. Bir uzun ko'ylak kiygan bir yigit o'tib ketdi. "Sen musulmonmisan? Sen musulmonman" deyapti. "Hozir men shu suvni beraman, ichasan, agar olsang shu iPhone'ni beraman" deyapti. "Ochasan, sochaman" deyapti. Neger hayron. Men och mana beramansa, suvni ochyapti, bakalashgani, neger haligi bolani qo'lidan uzun ko'ylak kiyganni qo'ldan haligini tortib olyapti. Bakalashgan tortib olyapti. Suvni to'kib tashyapti ichmagan. Jurnalist aytdi, "Suv yerga to'kilgan suvni ichasanmi? Mana shu iPhone'ni olsa yotib ichmoqchi. Boyagi yotib ichmoqchi bo'ladi, neger itarib nariyoqqa ichmagin" deyapti. Keyin haligi jurnalistga bilan boyagi yigit, "Biza yashirin kamera qilyaptik. Sani bir e'tiqodingni, Allohga bir muhabbatingni, bir ibodatingni, ro'zaga bo'lgan muhabbatingni bir sanamoqchi edik. Skriti kamera qo'yuvdik. Senga rahmat, mana shu iPhone sanga deb boyagingni o'sha negerga berdi."